Assalomu alaykum. Menda sish muammosi bor edi, qiynalib siyastim 10 yildan beri. Keyin Boburjon aka Ergashevni YouTube'dan ko'rib qolib, sihat klinikasiga murojaat qildim. Uretra torayish, uretrostruktura deykan. Shuni operatsiya yo'li bilan 1 oy oldin operatsiya qilinuvdi. Qayta ko'rikka kelib, mana bugun hammasi yaxshi. Siyishlar joyida. 10 yildan beri orzu qilasiz siyishdi, yaxshi bo'ldi. Hamma doktorlarga baraka topsin. Agar sizlarda ham shunaqa uretra torayishi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, sihat klinikasiga murojaat qilishlaringni tavsiya qilaman. Men davolayman sihat klinikasidan. Hamma doktorlarga rahmat, klinikaga.